Bavar qiling, ko'p do'stlar bor. Hozir ham men ko'rsataman sizga. Tashnobda, hammomda chaflisi bilan keladi. Sohib nima uchun bunday qildingiz desangiz, aytadi shu yillik afg'oni chafli bilan kelaman, olsa ham shuni olsin. Balyozi xudo, aksar masojidlarga boraman, shular olib ketadi. Koshki olib ketsa bir joyiga boshqa bir tadigani tashlab ketgidey bo'lsa, tom mo'tarimda oldigacha loyni ustiga piyoda boraman deydi. Og'ir tushadi insonga. Amokin muqaddasadan hatto qonunihoy g'ayri islomiga ham hurmat bor. Banomi masjid aytiladi, lekin musulmonlarning ichiga 4 ta valgardi qo'lidan musulmonlar farishonda, shunga hurmat bermaydi. Otaizni qatl qilgan, inog'ayizni qatl qilgan masjidning ichiga kiribdi. Haqqi shar'iyiz yo'qki siz shu masjidning ichiga kelib qisos qilsangiz. To muntazir o'ltirasiz, hurmat masjid zerifo bo'lmasin. Dashga chiqqandan so'ng qazoyi va adli va jinoiga eltibsiz. Buni ma'rifat qilasiz. Shuncha makoni muqaddaslarga hurmat qoyil bo'lgan ham islom va g'ayri islomda ham qonunlariga, vali bularni qo'lidan mardum namozguzor, o'qotganlar parishon. Shirin do'stlari bizor o'zi ustodi fahantunda faqat shu maoshi bilan zindaligini o'tkazadi, motorsiklni urdi. Pahli degabizdan yana bir motorsiklga urildi. Xalosa butlar chandin bor yetdi. Xeyli fikriy farishonlik meni o'zimga topildi. Bil xusus jum'ay kelgari bizga o'tdi. Xeyli aziz durdonalarimizdan ikkitasini chaflisini urdi. Bu menga nihoyat og'ir tushdi. Vahotirki o'zimizni mahallanikini olsa ham mushkul emas edi. Do'stiki uzoqdan keladi, vahotir va'z nasihatni eshitsa, bunikini olgani menga xeyli og'ir tushdi. Tasmim oldimki, men aytdim, shu texnologiyadan bizdan bir istifoda qilaling, kamray maxfiboat masjidni har joyga qursam. Va xuftanga edib, bor degan enam ikkitani oldi. O'zi ham ba'd az 3 kun eddan so'ngra kelgan chaflilar toza kiyib kelibdi bechora. Injenerlarimizni tilatdim barqlarda. Kecha bo'lsa ham aytdim kamerani keltirib qurasizlar. Soati 1 baja kechagacha ustlariga to'xtab bechoralarga ishlatdim. Erta namoziga ham do'sti degari biz chiqdi, aytdi soy meni chaplim urilibdi. Kamerani borib tashxis qildik, mushaxxas ma'lumdi. 3-safga to'xtaydi kelib va millat hammasi namozgadi. Rakat avval meni keyinimga iqomat qiladilar. 2-rakatga ostagina to'ra keladi. Tarafi tashnob boradi toki yo'lda yitirsam bir hunarmandona tashnobdan chiqadi, kelib chaflilarni birin ko'rib, yangi chafli 1200 afg'oniga bechora olib kelib shuni kiyib chiqadi. Ba'ziz bundan chiqqandan sonra rohat go'yoki bizlar bilan zindalik qilayotgan bo'lsa, domilobachalarni o'toqqa boradi, hujrasiga, o'rdan borib kulli vasoillarini to'lbasiga tiqadi, shonasiga tashlab rohat go'yoki bizlar bilan bir yil zindalik qilgan bo'lsa chiqib ketadi. Tamom tarafga boribdi, kamera qurilgandi, tashxis qilinganda, ba'zi xalos bo'lgandan sonra osta shogirdlarni har qaysini tet qildim. Aytdim, "Axtaringlar buni." Va alhamdulillah yarim soatgacha buni tutib oldi ishardi ichidan. Qaror o'zini e'tirofiki ko'rsatamanki, sen noinsof ko'rmading shu narsalarni. Aytadi, "Sohib tanho masjidga ko'raman, kamera qurib silasizlar." Kamerasi bormaydi berga. Ya'ni nogoh kelgan ekan, go'yoki bir to'r qo'yilgan bo'lsa. Va alhamdulillah tamom narsaga e'tirof qildiki, hammasini men olganman. Sizlar ham ajib mardum akasizlar dedi. Juma ro'zidan ilgariga bir kafsh butlaringni urdim, bir tang terbalmading. Juma ro'ziga 2 ta kafshlaringni urdim, mehmonlaringnikini bir tang g'amiga bo'lmading. Oxir men aytdim, shu kecham boray shoyat imkoni bo'lsa, xuftanga ham 2 tani urdim, g'amiga bo'lmadinglar. Men xabar bo'lganim ekan, bola kecha kamera qurgan ekansiz. Dunyoy texnologiyani yaxshi istifoda qilsa, vallohiki aziz do'stlar, aziz inog'alarim, nihoyat mufiddir. Ikkinchi fayomim hadaf az bu qissa budiki, bahsi amniyati masoillarimizga, masoili jonimiz bo'lsin yo masoili molimiz, o'zimiz ham bir terbanishlik kerak. O'zimiz ham bir harakat qilishlik kerak. Qablaziki amniyati va qazoyi adli bu narsalar kelib ishlasa, o'zimiz ham hamkorlashishlik kerak. Umidvormanki inshaalloh jinoyatga ba'da tahqiq va barrasa hamma amvollar shoyat egalariga intiqol etsa